Soat kechasi 12 Germaniyada. Mana erkak qilgan qilig'ini qarang, joyida bittaga turib olib, mana. Ishtonni ichmay bugun qilig'ini qarang, yiqilib tushmang, ehtiyot bo'ling, o'zi tilab olgan yerimda echki tegib o'ltirmasin. Bizda bu shunday maqol bor Surxondaryoda, tilab olgan yerimda echki tegib o'ltirdi deb. Mana men mana yotibman, o'sha uxlayman deb tayyorgarlik ko'ryapman. Bu hali bu uxlayotgan niyatim yo'q. Kechasi bo'lsa buni kuturadi. Dadasi. Onasi. Mening ismim Robindek. Bu dars tayyorlamaslik uchun shuytyapti bu. Bugun men dars berib edim. Qara, dars tayyorlamaslik uchun nimalar o'ylab topyapti. Mana ko'zda emas, kursdaman. Erimay turayin sizlar uchun. Mana men, mana Robin. Otasi kursdan achkini ishtoni bo'lsa tushib ketaveradi. Otasi, nima o'yin o'ynamoqchisiz bugun? Qo'lingizdagini ko'rsataylik mana. Menimcha qilib tushazim. Bu 5 ochki boksga tushadi, har xil sarguzashtlarga boradi. Mana shuning uchun o'yman, divan ustiga chiqib olgan. Mana do'skamni ham ko'rsatay. Birinchi kelgan kuni Germaniyaga uyga xush kelibsiz deb shu do'skani ilgan mana Nargiza, Robin. Das ist lustig, Schatz, weil 7 martda kelganman, 25-yil. Ha? Das ist lustig, weil ich habe an der Wand einen Bildschirm. Ein Screen. Screen? Ja. Was ist Screen? Bildschirm. Ya? An der Wand hier. Xuddi tushunayotganda, ya deganni, sen tushunmading nima degan. Nargiza plus Robin uyga xush kelibsiz. Ko'rdingizmi? Mana shunday romantika. Shunday o'yinchilarda ham bormi shunaqa ochki? Bizda bor, sizlarda yo'q, to'g'rimi? Mana bu ochkini 3D. Boshqa olamga tushasizlar bu ochkini kiyib.